Kanserogen rak kasalligidan o'zingizni asrashni xohlaysizmi? Unda bu kanserogen mahsulotlarni iste'mol qilishni to'xtating. Kanserogenlar bu xatarli o'sma kasalliklarini, ya'ni rak kasalligini keltirib chiqaradigan asosiy omillardan bittasi. Aksar holatlarda nitrat va nitritlar bu kanserogen moddalarga aylanishi mumkin. Shuning uchun o'z vaqtida bu mahsulotlarni to'xtatish va tabiiy go'sht mahsulotlari, ya'ni baliq mahsulotlari, tabiiy go'sht mahsulotlarini iste'mol qilishni tavsiya etamiz. Siz bilan biz juda ham sevib iste'mol qiladigan mana shu yaxna salqin shirin ichimliklar, buni o'zining tarkibida juda ham ko'p shakar va juda ham ko'p kimyoviy moddalarga ega. Bu ko'p iste'mol qilish, me'yordan ko'p iste'mol qilish bu organizmdagi moddalar almashinuvini buzishi natijasida organlarimizni faoliyatini buzilishiga olib keladi va saraton kasalligini olib keltiradigan asosiy sabablardan bittasi ham bo'lishi mumkin. Ularning o'rniga suv, choy yoki tabiiy shakar qo'shilmagan sharbatlarni iste'mol qiling. Haddan tashqari ko'p shirinlik iste'mol qilish bolalar organizmida, umuman kattalar organizmida ham moddalar almashinuvini buzilishiga olib keladi. Bu juda ham ko'p o'zida shakar saqlaganligi uchun, demak, oshqozon osti kasalliklari, buyrak kasalliklari, moddalar almashinuvi buzilishi natijasidagi har xil kelib chiqadigan kasalliklarni organizmni haddan ziyod semirib ketishiga olib keladigan holatlarga olib keladi. Bularning o'rniga tabiiy asal va mevalarni ko'proq iste'mol qiling. Shuning uchun bu mahsulotlarning hammasi axlatga tashlanadi. Kanserogen